Hammaga assalomu alaykum. Har doimgidek men Zarina Aliyevna logopedman. Sizlar bilan birgalikda bugun juda ko'p berilgan savollar va iltimoslarga, talablarga binoan K tovushini chiqarishni o'rganamiz. Juda ko'pchilik yozdi, K tovushi haqida qiling deb so'rashdi, iltimos qilib. Shuning uchun bugun sizlar bilan K tovushini o'rganamiz. K tovushini chiqarish uchun albatta har bitta tovushlarda qiladigan ishimizni qilamiz, tayyorlab olamiz. Tayyorlov bosqichi bo'ladi. Nafas mashqlari, ovoz mashqlari, til va lab mashqlari, keyin tovush chiqarishga o'tamiz. Nafas va ovoz mashqlarini undan oldingi tovushlarni qo'yishdagi videolarimda ko'rsatib o'tganman. O'sha videolarni ko'rsanglar, nafas va ovoz haqida tushuntirganman. Albatta ularni ham qilishimiz shart. Ulardan keyin til va lab mashqlariga o'tamiz. Artikulyatsion mashqlar, qanaqa mashqlar qilishimiz kerak K tovushi uchun? K tovushda normal holatda, lablar holati kulgu holatida va K da tilimiz pastki holatda turib, biroz orqaga italgan bo'ladi. Shuning uchun til pastda bo'ladigan mashqlarni bajaramiz. Sizlar bilan birgalikda K tovushini hosil qilish usuliga o'tamiz. Juda ham ko'pchilik qiziqqan o'sha usulni ko'rsataman. Buning uchun bizga marojniy cho'pi xohlasanglar, menda marojniy cho'pi hozir oldimda shu bor edi, shunda ko'rsataman. Marojniy cho'pi xohlasanglar yog'ochli shpateldan foydalansanglar bo'ladi. Yog'ochli shpatellarni aptekalarda sotadi, aptekalardan olsanglar bo'ladi. Va albatta oddiy chupa-chups, ayniqsa bolangiz farzandingiz hali kichkina bo'lsa, chupa-chupsni qo'yishsa yaxshiroq, ya'ni xavfsizlik qoidasi bo'yicha va bola qo'rqib ham ketmaydi. Shular usulda yoki oddiy qoshiq, uydagi o'sha plastmassaviy bo'lgan yaxshi plastmassaviy qoshiqlar ishlatishimiz mumkin. Bunda biz aytamiz ta ullisini aytishimiz kerak. Bu ta bo'g'inini aytishimiz kerak. Ta deb turib, mana shuni orqaga, tilni orqaga itaramiz. K tovushini o'zimiz eshitgunimizgacha va qattiqroq itaramiz. Bola aytaverish kerak. Ta deb. Ta mana mana xabar berayotgan bo'lsanglar, K tovushi hosil bo'lguncha til orqaga itariladi. Mana shu K tovushini hosil qilish usuli hisoblanadi. Bu usulni qo'yish qancha davom etadi? Kimdadir 1 oy, kimdadir 3 oy bo'lishi mumkin, tilni holatiga qarab. Albatta tillarda tonuslab bo'lmasa, juda ham bo'shashmagan bo'lsa, tillar holati normal holatda bo'lsa, tezroq chiqib ketish ehtimoli bo'ladi. Va K o'sha aynan K ni bola ayta olgunigacha shu usuldan foydalanamiz. Ba'zi bolalarda taqlid asosida ham chiqib ketish mumkin. K aytamiz, K desak bola qaytarib aytib ketish mumkin. Ayta olmaydigan bolalarda shunaqa aynan hozirgi ko'rsatgan usullardan foydalanamiz. Bu usulni bola aynan o'shanaqa siz qo'lingiz bilan itarmasdan ham qilsangiz, mana уже bemalol K degansiz o'zi bemalol mana shunaqa cho'plasdan ayta olsa, o'shandagina bundan qilmaymiz, foydalanmaymiz. Lekin ungacha hali bola ayta olmayapti, shu usuldan doimiy qo'llaymiz. O'sha marojniy cho'pi ham, yog'ochli shpatel, chupa-chupslar ham hammasining vazifasi bir xil, tilni orqaga itarib turish. Hammasida shunaqa foydalanishingiz mumkin. Va keyin shu hosil qilib bo'ldik. Hosil qilayotganimizda o'sha ko'rsatgan mashqlarni qilamiz. Har bitta mashq 4-5 marotabadan va bitta mashq o'zi 10 sekund, 15 sekund davom etadi. O'sha mashqlarni nafas, ovoz doimiy qilamiz. Kuniga bularni 3-4 marta qilsak yaxshi bo'ladi. O'sha nafas, ovoz qilamiz, artikulatsiya qilamiz, tovush qo'yish usulini qilamiz. Keyin yana obedda qilishimiz mumkin, keyin yana kechqurun shunaqa kuniga 3-4 marta bo'lib olishimiz kerak. Ana shundagina tezroq rezultat ko'ramiz. Ana undan keyin mana K ni o'sha bola aytyapti, keyin uni so'zda mustahkamlaymiz. K, ko, ki oldin bo'g'inlarda, ya'ni ochiq va yopiq bo'g'inlar, keyin so'zlarga o'tamiz. So'zni o'rtasi, so'zni boshi, so'zni oxirida aytadi. Undan keyin iboralar, matnlar, gaplar, hikoyalarga o'tamiz.
cherlar, ana shundan keyin bolada k tovushi nutqida ham mustahkamlanib qoladi va bemalol nutqida ham k tovushini keyin ayta oladi. Endi g tovushi qanaqa hosil bo'ladi? K va g juda ham bir-biriga yaqin va o'xshash tovushlar, faqatgina farqi ularda hattoki til va lab holatlari ham bir xil. Bittagina farqi, bittasi jarangli, bittasi jarangsiz. Uni hosil qilish usuli ham, qilinadigan mashqlar ham bir xil. Faqat g ni hosil qilish uchun k deb biz ta deb orqaga tilni itargan bo'lsak, g tovushini hosil qilishda da d, ya'ni jarangsiz bilan hosil qilamiz, t dan k ni hosil qilamiz, jaranglidan jaranglini, d dan g ni hosil qilamiz. Xuddi shunaqa da deb turib tilni orqaga itaramiz, ga hosil bo'ladi. G tovushini hosil qilish ham xuddi shunaqa. Va xuddi shunaqa k dagi qandoq so'zlarda bo'g'iladi aytsak, xuddi shunaqa g da ham mustahkamlab shunaqa aytamiz. Va bir-biridan farqli. Keyin bola k va g ni agar ko'pincha bolalarda k va g ni ham ozgina adashtirish bo'ladi. K ni q ga adashtirish bo'ladi. Shunaqa holatlarda tovushlarni eshitib idrok qilib, o'yinda qilib o'rgatishimiz mumkin. K ni eshitsang bunaqa topshiriq qilasan, g ni eshitsang bunaqa topshiriq qilasan deb bir-biridan farqlashga har xil o'yinlar asosida bir-biridan farqlashga o'rgatishimiz mumkin. Tovushlarni bir-biridan farqlashga oid yana alohida отдельно videorolik qilaman. Aynan o'sha o'yinni ko'rsatgan uslublarim orqali tovushlarni, любой tovushlarni bir-biridan farqlashingiz mumkin. Ularni keyingi videolarimda ko'rishingiz mumkin. Bugun yetmoqchi bo'lgan sizlarga foydali informatsiyam shundan iborat edi. Sizlarga foydasi teggan bo'lsa juda ham xursandman. Keyingi videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.